Qaranglar, hech narsa qilmayapti mana. Ko'rish ham mumkin. To'lsinni o'zini burib. Yana bitta pasport tashlaymiz, keyin kvalda bilan uramiz. Ko'rasizlar, hech narsa bo'lgani yo'q. Endi kvalda bilan uramiz. Kvaldan shunday tashib uramiz. Mana tashiyman, shunday tashiyman qaranglar. Ko'rasizlar? Necha kilo olgan bu? 5 kilolik kvalda. Tepadan tushyapti, yana bitta qaranglar. Uraman. Nima bo'lsa bu uraman, qarang. Mana ko'ryapsizlarmi? Sinib, yirtilib, teshilib ketayotgani yo'q. Buni to'g'rilasa bo'lsa kerak, ichkarisidan urib ko'ramiz. Mana qaranglar. Joyiga qaytyapti-da bu. Teshilib, sinib ketgani yo'q. Elastikniy materialligini ko'ryapsizlarmi buni? Yana bitta uraylik. Mana qarang, hech narsa bo'layotgani yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Shu holatda ham sinib ketmadi. Agar boshligiga tepadan temir tushib ketadigan bo'lsa ham, boshqa narsa tushib ketadigan bo'lsa, teshib o'tib ketmaydi. Bunaqa zashtasi bor. Antivibratsionniy tushgandan keyin qaytaradi orqasiga. Tolson brendida kaskamiz. Narxi atiga 64 ming so'm ekan. Agar qurilish ishlayotgan bo'lsanglar, boshim xavfsiz bo'lsin desanglar, shunaqa kaskadan olishingiz kerak bo'ladi. Bu yana joyiga qaytarib qo'ysa bo'ladi. Qaranglar. Yana bir 2-3 ta obyekt tugatishinglar yetadi bu. Kim kerak bo'lsa, passiv nimalarga bemalol murojaat qilasiz. Tolson